Assalomu alaykum jigarlar. Go'sht chopish ham o'zgacha bir chiroyli mavzu. Biz go'sht chopishni boshladik. Mana bunday metalliga chopishni boshladik. Bu qo'li rassa suvayni baquvvat qiladigan joylari va mana bu lapatkadan chiqayotgan chiroyli bir suvaychalik, idillik baquvvat qiladigan ro'zaga belni baquvvat qilib tonlikkacha qonni mahkam ushlaydigan joylari. Xullas, lapatka bunisi, lapatkaning ichida chiroylikkina suvaychasi bo'ladi, shirin, totimli bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha shunday chiroyli mavzularni olib chiqishda davom etamiz. Lafta ayamaysizlar do'stlar. Xo'p. Bu ham lapatkasi. O'zgacha mavzu, chiroyli, shirin taomlar tayyorlasa bo'ladi. Like bosing, kutamiz.